Assalomu alaykum Mototols kanali obunachilari. Hozirda yengilliklar, ya'ni bombasini qilamiz. Sifati zo'r bo'lgan, ya'ni dizellik, benzinlik, dvijok va generatorlarning bahaybatlarigacha narxlarini suv tekin narxga tushirib, sizlarga narx-navosini aytib o'tamiz. Qani boshladik. Sifati yaxshi bo'lgan dizelli, benzinli, ya'ni dvijok, generatorlardan boshlab bir boshidan narx-navosini aytamiz. Ya'ni kichkina dvijoklardan boshlaymiz. Hozirgi kunda eng dolzarb bo'layotgan xonadonlarga ko'pchilik ishlatar ekan, o'sha xonadonlarga mos keladigan variantlarni aytamiz. Ko'pchilik masalan uydagi lampochka, televizor, kotyonlari uchun yoki kerakli texnika, perforator, drel ishlataman deganlar uchun akalar 2,5 kilovatlik toza 2 kilovat toza tok beradigan dvijogimiz, ya'ni sifati juda ham yaxshi chiqadi. Bular tortmada zavodit bo'ladigan, ikkitalik chiqadigan joyi bor, hatto akkumulyatorni ham zaryadini to'ldirib beradigan avtomatlarigacha bor variantidan. Sifati juda ham yaxshi. King Marks degan firmani o'zi, brendi juda ham zo'r chiqqan. Ya'ni buni maslenli datchiklari ham o'zida bor. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 2,5 million so'm sotilardi. Hozirgi kelib buni narxini 2 million so'm qilib beramiz. Juda ham arzon narx. Ishoningizlar, bunaqa narxga dvijok hali sotilmagan. 2 kilovatli, 2,5 kilovat. Keyingi dvijogimiz, ya'ni 3,5 kilovatga ega. Bu ham xuddi o'sha brendga tegishli. Ya'ni bu toza 2,7, 2,5 tok beradigan variantidan bo'ladi. Ya'ni 3,5 yozilgan, endi toza tok berishi 2,7, 2,5 bo'ladi. Sifati juda ham yaxshi. Obmotkalari ham qalin, baquvvat bo'ladi, misli obmotka. Buni narxiga keladigan bo'lsak, bu narxini bor yo'g'i 3,5 million sotilayotgan dvijokni hozirgi kunga kelib narxini 2 million 800 ming so'm qilib beramiz. Xohlaganlar uchun 4,5 kilovatli dvijogimiz bor. Bu toza tok 3 kilovat, 3,2 kilovat beradigan mis obmotkali bo'ladi. Bu ham tortmada zavodit bo'ladi. Bu ham xuddi shu firmadan bo'ladi. Buni narxini 4 million sotishayotganda hozirgi kunga kelib bu narxini 2 million 950 ming so'm qilib beramiz. Juda ham suv tekin narxlarda dvijoklarni yaxshisidan olib ketasizlar. Xohlaganlar uchun, kichkina dvijok so'raganlar uchun mana kichkinalari bor, ya'ni 1,5 kilovatlik 1,5 kilovatlik dvijogimiz narxini 1,5 million so'm qilib beramiz. Ishoningizlar, suv tekin narxda, sifati zo'r bo'lgan, ya'ni dvijokchalardan olib ketasizlar. Xohlaganlar uchun mana statorlik 3 kilovatlik so'raganlar uchun bu yoqda 3 kilovatlik 5 statorligi ham bor. 5 statorligining narxini suv tekin narxda qilib beramiz. Buning narxini 2 million 550 ming so'm, statorligining bo'lsa narxini 3 million 900 ming so'm qilib beramiz. Bu 9000 watt yozgan, ya'ni toza 3,5 tok beradigan, ya'ni Italiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Sifati juda ham yaxshi bo'ladi. Bular narxini shu aytib o'tdik. Bahaybatlariga o'tish uchun birinchi averlikdan boshlaymiz. Ya'ni 4,5 kilovatlik toza 3,5 tok beradigan. Ko'pchilik uyda ayol kishilar bo'lsa, o'taltirishga, kalitni ham o'taltirishga qiynalishadi. Ularga avtomatik kerak, ya'ni sovuqda chiqib yotmaslik uchun. Bu avtomatik bo'ladi, sifati zo'r bo'lgan, ya'ni avtomatichески mana bunaqa miyalari qo'shib beriladi. Komplektda bo'ladi. Bu narxiga keladigan bo'lsak, bu narxini bor yo'g'i 5 million 200 ming so'm qilib beramiz. Ya'ni avtomatichески o'zi yonib, o'zi o'chadigan 4,5 kilovatlik dvijogimizning narxini suv tekin narxda qilib beramiz. Xohlaganlar uchun invertorlik dvijoklarimiz ham kelgan. Buni o'zi narxini $950 sotishardi. Hozirgi kunga kelib narxini suv tekin narxda, ya'ni $750 qilib beramiz. Original bo'lgan invertorlik dvijok, hatto aver funksiyalari ham borini, ya'ni 5 shumli toza 5,5 kilovat toza tok beradigan, ya'ni 7,5 6,5 kilovatlik dvijok, toza 5,5 kilovat tok beradigan dvijogimiz bu. Invertorlik bo'ladi. Ya'ni invertor rejimlari bor, ham 5 shumli diplomatga o'xshagan bemalol yetalab chamadanda yetalab olib yursangiz bo'ladi. Xohlaganlar uchun arzonroq, kattaroq svarka apparati ishlataman yo boshqa bahaybat texnikalarni ishlataman deganlar uchun 6,5 kilovatlik dvijogimiz bor, toza 5,5 kilovat tok beradigan. Ya'ni bu puskashda bo'ladi. Bular qulayroq. Puskashda endi narxi arzonroq chiqadi. Shu sababli statorlik emas, puskashda bo'ladi. Ikkitalik davochiklar bor. Bunda ham akkumulyatorni zaryad beradigan funksiyalari bor. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 6,5 million sotilardi. Hozirgi kunga kelib buni narxini 5,5 million so'm qilib beramiz. Ishoningizlar, suv tekin narxda bahaybat dvijoklarni xarid qilishingiz mumkin. Xohlaganlar uchun, ya'ni 10 kilovatlik dvijogimiz toza 8,5 kilovat tok beradigan, ya'ni 10 kilovatlik dvijok toza 8,5 kilovat beradigan, ya'ni bular akkumulyatorlik bo'ladi. Statorda zavodit bo'ladigani bo'ladi. Ya'ni bular benzinlik hammasi. Buni narxini o'zi 8 million sotilardi. Bular ham juda ham narxini arzon tushirganmiz. 7 million 500 ming so'mga qilib beramiz. Sbertex dvijogimiz bor. Bu yog'i Chista Rossiyani brendi, ya'ni 8 kilovatlik
toza 606 kilovat tok beradigan chista rossiyskiy dvijogimiz, kalitda zavodit bo'ladigan. Buni narxi 9 million so'm edi. Narxini 6 million 500 ming so'mga tushirdik. Ishoningizlar, sifati juda ham yaxshi bo'lgan. Rossiyani brendiga tegishli Sibertex dvijogimiz narxini suv tekin narxda tushirdik. Xohlaganlar uchun mana 10,5 kilovatlik pultda zavodit bo'ladigan, mana Averda ham emas, pultni uyning ichida turib bitta knopkani bosib pultda zavodit qilaman deganlar uchun 10 kilovatlik dvijogimizni ham narxini juda ham suv tekin narxda tushirganmiz. Kompyuterlik tablo bo'ladi, moy datchiklarni ham ko'rsatadigan svitlari ham bo'ladi. Ham kalitda zavodit bo'ladi, ham pultda zavodit bo'ladi. Bu narxiga keladigan bo'lsak, bu narxini 9 million sotilayotgan dvijogni narxini 6,5 million so'm qilib qo'ydik 10 kilovatlik dvijogimiz. Shunaqangi arzon dvijoglarni xarid qilish uchun Mototosga like bosib obuna qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bahaybatlariga endi o'tamiz. Ya'ni dvijog dizelli generatorlarga. Bu yerda ko'rib o'tishingiz mumkin, 10 kilovatlik, 12 kilovatlik dvijoglarimiz bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Ya'ni 12 kilovatlik dvijogimizni narxini, ya'ni yopiq varianti 5 shumlisini suv tekin narxga tushirdik. Bu 19 million sotilardi. Hozirgi kunga kelib narxini 15,5 million so'mga tushirdik. Xohlaganlar uchun mana bu yerda yana 10,5 kilovatlik toza tok beradigan dvijogimiz bor. 5 shumli bo'ladi. Mana gubkalari bor. Bular xohlasangiz averlik variant bo'ladi. Mana averlari, avtomatikalari hammasi qo'shib beriladi. Buni qulayliklaridan biri, xohlasangiz 220 da tok olasiz, xohlasangiz 380 da tok olasiz. Siz 220 da olsangiz mana 220 ga qo'yasiz. Agar 380 kerak tok bo'lsa 380 ga qo'yib bemalol xohlasangiz avtomat, xohlasangiz bez avtomatik hammasini ishlasangiz bo'ladi. Kompyuterning tablolari ham bor. Sifati juda ham yaxshi. Bunda yo'q funksiyani o'zi yo'q. Boshqalar bilan solishtirmasangiz ham bo'ladi. Bu narxiga keladigan bo'lsak, 19 million sotilayotgan dvijog narxini 16,5 million so'mga beramiz. Juda ham arzon. Agar menga umuman dovush past dvijoglar kerak deganlar uchun benzinlik 10 kilovatlik juda ham dovush past dvijoglarimiz bor. Buning narxini 28 million sotilayotgan dvijogimizni hozir aksiyaga tushgan narxini 22 million qilib beramiz. 5 shumli 10 kilovatlik aver hamma narsalari komplektda bo'ladi. Xohlaganlar uchun bahaybat dizelli 8,5 kilovatlik mana bahaybati bor. Bu shumli bo'ladi. Shuning uchun ham narxi arzon bo'ladi. Buni narxini 13 million sotilayotgandi. Hozirgi kunga kelib narxini 11 millionga tushirdik. Ishoningizlar, olgan odamlar bo'lsa bilishadi. 8,5 kilovatlik bahaybat dvijogimizning narxini 11 million so'mga tushirdik. Endi bahaybat sifati zo'r bo'lgan dvijoglarni ham ko'rsatib o'tamiz. Kipr brendiga dvijogimiz ham bor. Mana tashqari tarafimizga qo'yganmiz. Hozir bir boshdan narxini ostidan aytib o'tamiz. Endi brendli dvijog olaman degan akalarimiz uchun Kipr brendiga tegishlisi bor. Bu dvijogni o'zi bilmagan kishining o'zi bo'lmasa kerak. Bu toza 15 kilovatlik, 12 kilovat toza tok beradigan 3 fazalik bo'ladi. Bularning dovushi juda ham past bo'ladi. Ya'ni 2 silindrlik bo'ladi. Aqlajdeniyasi ham antifrizda bo'ladi. Buni endi generator sifatida deyishadi. Masalan, katta ishxonasi bor, ishlab chiqarishi bor akalarimiz uchun juda ham qulay variant. Dvijogning ovozi, ya'ni juda ham past chiqadi. Bu boshqa dvijoglar bilan solishtirmaganimizda. Buning narxiga keladigan bo'lsak, bu narxini 3,5 ming dollar sotishayotgandi. Hozirgi kunda biz aksiya e'lon qilganmiz. Ishoningizlar, bunaqa narxi yo'q. Bemalol so'rab so'rashingiz mumkin. 2500 dollarga 3,5 ming sotilgan dvijogimizni bemalol xarid qilasiz. Ya'ni bonusiga aver avtomatikasi, ustanovka, dastavkasigacha qilaveramiz. Xohlaganlar uchun mana bunaqa bahaybat to'yxona, ishxonalarga, kasalxonalarga, ishlab chiqarishlarga xohlaganlar uchun 30 kilovatli generatorlar, xohlaganlar uchun 100, xohlaganlar 50, 200, 500, 1000 kilovatgacha nalitchida bahaybat generatorlarimiz bor. Ishoningizlar, narxlarni suv tekin narxda qilib beramiz. 1 yildan 5 yilgacha kafolatlarimiz ham bor. Bemalol videoni oxirigacha ko'rsangiz, telefon raqam, manzillarimizgacha tushuntirib o'taman. Ya'ni bizning manzilimiz Toshkent shahrida joylashgan. Ko'pchilik manzillaringizni yaxshilab tushuntiringizlar deydi. Sobir Rahimov metro, ya'ni Olmazor hozir bekat deydi. Olmazor bekatdan shunday chiqqaningizdan keyin o'zi ro'parangizda 4 etajkalik mana Do'mrobod bozori. Shundaygina ko'rinadi. Biznes markazi yozilgan. Yo'l yuzida, yo'lning bu betiga qarasangiz, bu yerda mana Facebook va Zenner, Toshkent Zenner savdo majmuasining pastki qismida, ya'ni Mototos do'konimiz. Telefon raqamlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Telefon raqamlarimiz ya'ni 99lik 576 37 37 va 95lik 816 94 94 raqamlariga O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatlarimiz ham bor. Biz Optimda ham ishlaymiz. Agar ko'p kolичествоsi ko'p olganlarga albatta bonus skidkalari bilan juda ham arzon narxlarda bo'ladi.